pultlarning soz nosozligini bilishni eng oson yo'li telefon kamerasiga tutib qaysidir knopkasini tugmasini bossak, mana bunaqa infrakrasniy nur chiqadi. Shunda ishlayotgan bo'ladi. Agarda infrakrasniy nur chiqib ham ishlamayotgan bo'lsa, demak sizlarda universal pult qo'yilgan bo'lishi mumkin. O'zini avvalgi radnoy o'zi bilan kelgan pulti yo'qolib, boshqa qo'yilgan bo'lishi mumkin. Unda set degan mana bunaqa tugmasi bo'ladi. Buniki mana bu yerda ekan. Set. Sorchi set. Yoki mana bu yerda bo'lishi mumkin. Pultlarning har xili bor, universal pultlarni ham. Birinchi o'rinda oddiy pultlarni kameraga tutib bilsa bo'ladi. O'zi bu pultlarni ham universaldan tashqari ham xili ko'p. Ilgari ultra tovushli radio pultlar bo'lgan, keyin Bluetooth Wi-Fi lar chiqdi. Hozirda keng tarqalgani mana shunaqa infrakrasniy nur tarqatib ishlaydigan pultlar. Buni mabodo tushmay qoladigan bo'lsa, nur chiqazib ham oldingi videoda aytganman buni. Qanday televizorga nastroyka qilishdi. Keyin yana u oddiy ko'z bilan ko'rilmaydi. Mana bunaqa infrakrasniy nur faqat mana shu kameralarda ko'rinadi.